Assalomu alaykum aziz do'stlar. Keling, bir xushxabarga quloq tuting. Hozir men aytmoqchi bo'layotgan narsani na o'zim na boshqalar yozgan. Bu yagona va abadiy Xudoning muqaddas kitobidan olingan. Birinchi rasm. Dunyo yaratilishidan avval faqatgina Xudo mavjud bo'lgan. Undan boshqa hech narsa yo'q edi. Dunyoni yaratib, Xudo uni yoritmoqchi bo'ldi. Buning uchun esa u ikkita katta yoritqichni, kunni boshqarish uchun quyoshni, tunni boshqarish uchun esa oyni yaratdi. Ikkinchi rasm. Muqaddas kitob bo'lmish Injil Xudoning kalomi sifatida Xudo va uning yo'llari haqida bizga tushuncha beradi. Injilda Xudo barchani sevadi deb yozilgan. Yana yozilganki, biz Xudodan uzoqlashib ketganmiz. Chunki Xudo pok va muqaddasdir. Biroq biz gunoh qilganmiz hamda nopokmiz. U bironta ham gunohga toqat qila olmaydi. Lekin Injil bizga gunohlardan qay tarzda tozalanish va Xudoga yaqinlashish yo'lini ko'rsatib beradi. Quyidagilardan biz Xudo haqida yanada ko'proq bilib olamiz. Uchinchi rasm. Xudo o'z kalomi orqali hamma narsani mukammal tarzda yaratdi. U yo'q narsadan quruqlik, tog'lar, dengizlar hamda daryolarni paydo qildi. So'ngra sudrarib yuruvchilarni, suvda suzuvchi baliqlarni va havoda parvoz etuvchi qush-u parandalarni hamda barcha hayvonlarni yaratdi. U o'zi yaratgan narsalardan mamnun edi. To'rtinchi rasm. Shundan so'ng Xudo ajdodlarimizni, birinchi erkak va ayolni yaratdi. Ularga Odam ato va momo Havo deb ism qo'ydi. Xudo ular uchun juda ham ko'rkam jannat bog'ini vujudga keltirib, ularni o'sha joyga joylashtirdi. Xudo ularga o'zi yaratgan barcha mahluqotlarni boshqarish hokimiyatini berdi. Xudo ularni qattiq sevar va ular bilan yaqin aloqada edi. Xudo bog'dagi barcha daraxt mevalaridan yeyishga ijozat bergan edi. Biroq yeb o'lmasliklari uchun birgina daraxtning mevasidan yemaslikni buyurgan edi. Bu esa agar ular taqiqlangan mevadan yeb ko'rishsa, Xudodan abadiy ajralishlarini bildirardi. Xudoning dushmani bo'lmish shayton Odam ato va momo Havoni vasvasaga solgan holda shunday dedi: Taqiqlangan daraxt mevasidan yeyishlaring mumkin. Hech narsa bo'lmaydi. U shu zaylda ularni aldadi. Ular Xudoga itoat etishmadi va shaytonning maslahatiga yurib, o'z bilganlaricha ish tutishdi. Bu odamlarning dastlabki gunohi edi. Aynan shundan keyin gunoh xuddi yuqumli kasallik kabi hozirgi kungacha o'tib keldi. Albatta Xudo Odam ato va momo Havoni sevardi. Lekin shunday bo'lsa-da, Xudo solih va muqaddas bo'lgani bois ularni bog'dan haydab yuborishga majbur bo'ldi. Ular Xudodan ajralib ketishdi. Shundan buyon butun odamzod qornini to'ydirish uchun mashaqqat bilan mehnat qiladi. Bundan tashqari azob-uqubat, kasallik, o'lim paydo bo'ldi. Lekin bir kuni kelib Xudo o'zi bilan odamlarni ajratib turuvchi, gunohdan odamlarni xalos etish maqsadida buyuk najotkorni yubordi. Beshinchi rasm. Odam ato va momo Havoning ikki o'g'li bor edi.
Birining ismi Qobil, boshqasiniki Hobil edi. Otalari odam ato gunohkor bo'lgani bois Qobil va Hobil ham gunohkor bo'lib dunyoga kelishdi. Kunlardan bir kun Qobil bilan Hobil Xudoga qurbonlik keltirmoqchi bo'lishdi. Qobil o'zi yetishtirgan yer mahsulidan Xudovandga hadya taqdim etdi. Hobil esa qo'zini qurbonlik qildi. Xudovand Hobilning hadyasini manzur ko'rdi. Qobilnikini esa qabul qilmadi. Buning uchun Qobil hasad o'tida yonib, Hobildan o'ch olmoqchi bo'ldi. Qobil Hobilga dedi: "Sen o'zingni mendan ko'ra a'loroq deb o'ylaysanmi? Kim ekanligimni senga ko'rsatib qo'yaman." Hobil esa Qobilga qarab shunday dedi: "Qobil aka, nega meni o'ldirmoqchisiz?" Qobil: "Evoh, ukamni o'ldirib qo'ydim. Endi nima qilaman?" Albatta Xudo Qobilning gunohiga panja orasidan qaramadi. O'z solihligiga muvofiq uni jazoladi. Qobil la'natlanib, yer yuzida sarson sargardon bo'lib yurishga mahkum bo'ldi. Oltinchi rasm. Odam atodan so'ng juda ko'p avlodlar yashab o'tdi. Bu odamlar ham gunoh qilishda davom etib, Xudovand qonunlariga bo'ysunishmadi. Odamlar buzilib, razillashib ketishdi. Shunda Xudovand yovuzlik qilayotganlarni qirib tashlash uchun yer yuzini to'fon suvlari bilan bostirishga qaror qildi. O'sha paytda Xudoni sevib, uning amrlarini bajaradigan birgina Nuh ismli payg'ambar bor edi. Xudo unga katta bir kema qurishni buyurdi. Xudovand uni va uning oilasini kema orqali qutqarishni istadi. Boshqa odamlar Xudoni hurmat qilmagan holda o'zlarining yomon yo'llaridan qaytishni xohlashmadi. Yettinchi rasm. Xudovand aytgan mahal Nuh hayvon hamda qush parandalardan juft qilib kemaga kirgizdi. Nuh, uning xotini, 3 o'g'li o'z umr yo'ldoshlari bilan kemaga kirishdi. Shundan so'ng Xudovand kema eshigini yopib qo'ydi. Xudo kuchli jala yog'dirdi va hamma narsa suv ostida qolib ketdi. O'sha payt kema ichida bo'lgan Nuhning oilasidan boshqa biron tirik jon qolmadi. Nuh va uning xotini Xudoga ishongani hamda uni hurmat qilgani uchun tirik qolishdi. Sakkizinchi rasm. Ancha vaqt o'tib, Nuhning avlodlari ko'payib ketishdi. Nuh avlodlaridan yana biri Ibrohim payg'ambar. Xudoni sevib uni hurmat qilardi. Xudo Ibrohimga uning avlodlaridan buyuk xalq kelib chiqishini va'da qildi. Ibrohim va xotini Soraning farzandlari yo'q bo'lsa ham, ular Xudo bergan va'daga ishonishadi. Ular juda ham keksayib qolishganlarida Ishoq ismli o'g'il ko'rishdi. Ibrohim va Ishoq Isoning, ya'ni odamlarni gunohdan qutqarishga kelgan Masihning ajdodlari edi. To'qqizinchi rasm. Ibrohimning avlodi buyuk xalq bo'ldi va Isroil deb ataldi. Musa payg'ambar ham Ibrohim avlodidan bo'lib, Xudoning ko'z o'ngida solih edi. Bir kuni Xudo Musoni bir toqqa chaqirib, xalq uchun amrlarni berdi. Musa Xudovand amrlari yozilgan tosh lavhalarni olib keldi. Biz ham ushbu amrlarga bo'ysunishimizni Xudo istaydi. O'ninchi rasm. Kelinglar,
Xudoning o'z xalqiga Musa orqali jo'natgan amrlardan bir qismini tinglab ko'ramiz. Xudo dedi: "Mendan boshqa xudolaringiz bo'lmasin. Faqatgina sizni yaratgan Xudoga sajda qilinglar." Odamlar bu farmonga itoat etmay, butlarga sajda qila boshlashdi. Balki siz bunday yo'l tutmagandirsiz. Lekin Xudo o'z amrlari orqali nima demoqchiligini angladingizmi? Biz o'z hayotimizda tapinishga loyiq bo'lgan yagona Xudoga ega bo'lishimiz lozim. Biz hayotimizda Xudoni birinchi o'ringa qo'ymaydigan bo'lsak, amrni buzgan bo'lamiz. Biz nimaga hayotimizni bag'ishlasak, unga tapinamiz. Hayotingizning ma'nosi nimadan iborat? Xudomi yoki pul? Qimmatbaho narsalar, mansab hamda turli huzur halovatlarmi? Agar Xudo hayotingizda birinchi o'rinda bo'lmasa, siz bu amrni buzgan hisoblanasiz. Odamlar pul, boylik, shon-shuhrat, mansab yoki boshqa narsalar ortidan quvib, ochko'zlik bilan hayot kechirishni xohlashadimi? U holda biz Xudo amrini to'liq buzgan sanalamiz. Xudo o'g'irlik qilma, o'zganing narsasiga ko'z olaytirma deb aytgan. Bu Xudo amrlarining kichik bir qismi xolos. Xudo yana kimda-kim bu amrlarning bittasini bir marta buzsa ham gunoh qilgan bo'ladi degan. Gunoh uchun jazo abadiy o'lim. Bu jazo faqatgina jisman o'lish emas, balki ruhiy o'lim, ya'ni Xudodan abadiy ajralish va do'zaxda yonishdir. O'n birinchi rasm. Xudo bu amrlarni biz hammamiz gunohkor ekanimizni ko'rsatish maqsadida tushuntirib bergan. Biz barchamiz Xudodan ajralib ketganmiz va jazo olishimiz muqarrardir. Qadim zamonlarda Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lgan odam Xudoga bir qo'yni qurbonlik sifatida keltirishi kerak edi. Xudo insonlar qurbonlik orqali unga yaqinlashishlari mumkinligini ko'rsatdi. Hayvonlarning qoni gunoh qilganlarga o'z gunohlari uchun o'limga loyiq ekanliklarini eslatib turardi. Xudo esa kechirim berishi va oqlashi mumkinligini odamlar yodiga solib turardi. O'sha davrlardagi qurbonlik keltirish insonlarni gunohdan ozod qilish uchun keladigan xaloskorning ramzi edi. O'n ikkinchi rasm. Keling, endi Iso Masih qay tarzda dunyoga kelganini tinglaymiz. Eski ahdda Xudo dunyoga qutqaruvchi va xaloskorni jo'natishga qaror qilgani, u esa Xudo yaratgan insonlarni gunohdan va ularning jazosi bo'lmish do'zaxdan qutqarish haqida yozilgan. O'sha davrlarda buni payg'ambarlar e'lon etishgan edi. Bir kuni Maryam ismli qizga samodan farishta tushdi. Maryam pok va bokira bo'lib, Yusuf ismli yigitga unashtirilgan edi. Farishta Maryamga dedi: "Salom ey Xudo yorlaqagan. Xudo mo'jiza yaratadi va sen muqaddas ruhdan homilador bo'lasan. Chaqaloqqa Iso deb ism qo'yasan." Shundan so'ng farishta Yusufga tushida zohir bo'lib dedi: "Yusuf, Maryamni xotirlikka olishdan qo'rqma. U muqaddas ruhdan homilador bo'lgan. Chaqaloq Iso va xaloskor deb ism qo'yilsin. Chunki u o'z xalqini gunohlardan ozod qiladi." Yusuf Xudovand so'zlariga itoat qildi va chaqaloq tug'ilmaguncha Maryamga yaqinlashmadi. O'n uchinchi rasm. Yusuf va Maryam Baytlahimga ro'yxatdan o'tish uchun borishdi. Chunki aholi ro'yxatdan o'tayotgan edi. Musofirxonada joy tanqis bo'lgani sabab ular bir kishining og'ilxonasiga joylashdi. Shu kuni cho'ponlar qo'y boqayotgan mahalda Xudovand farishtasi ularga zohir bo'lib, Baytlahimda Iso Masih tug'ilganini e'lon qildi. Farishta dedi:
barchaga shodlik ulashuvchi xushxabar keltirdim. Bugun Baytlahimda, Davidlar shahrida sizlarning najotkoringiz dunyoga keldi. U Xudo tanlagan Masihdir. To'satdan ko'pgina farishtalar paydo bo'lib, Xudoni olqishlay ketishdi. Farishtalar osmonga ko'tarilib ketishgach, cho'ponlar bir-biriga Baytlahimga boraylik va Xudodan eshitganlarimizni ko'raylik deyishdi. O'n to'rtinchi rasm. Iso 12 yoshga to'lgan paytida Isroil ruhoniylari bilan suhbat qurgan. Ular esa Xudo tomonidan unga berilgan donolik va aql zakovatdan hayratga tushishgan. 30 yoshga kirganda Iso odamlarga ta'lim bera boshladi. Ba'zilar uning so'zlariga ishonib unga ergashishdi. Ba'zi birovlar esa ishonmay unga qarshi chiqishdi. Iso Masih bizga o'z so'zini gapirganda, biz kamtarlik bilan quloq solishimiz zarur. O'n beshinchi rasm. Xudo yaratgani kabi Iso Masih ham mo'jizalar yarata olardi. Uning qo'li tegishi bilan ko'zi ojizning ko'zlari ochilib ketgan. U yana o'lgan bolani ota-onasining ko'z oldida tiriltirgan. O'z shogirdlari qarshisida suv ustida yurgan, lekin cho'kib ketmagan. Iso Masih buyuk xaloskor ekanini bizga isbotlash uchun yana boshqa ko'plab mo'jizalar yaratgan. Aynan shu kunlarda ham Iso o'z kuch-qudrati ila bizga yordam berishi mumkin. O'n oltinchi rasm. Odamlar u yaratgan buyuk mo'jizalarni ko'rib unga ergashishgan. Iso rahmdil va hamdard bo'lgani bois ko'p bemorlarni shifolagan hamda Xudo haqida ta'lim bergan. U jazoga loyiq bo'lgan bizlarni gunoh va do'zaxdan qutqarish uchun kelgan. Biroq u ba'zi odamlarni fosh qilib, siz gunohkorsiz deganda ular Isodan ranjishgan. Yahudi dindorlari esa unga hasad qilishgan va undan nafratlanishgan. Ular Iso Masih Xudo tomonidan yuborilgan najotkor ekaniga iymon keltirishmagan. Oxir oqibat uni ushlab olishib, ustidan mazax qilgan holda Rimlik askarlar qo'liga topshirishgan va uni kaltaklashga majbur etishgan. Askarlar Isoga tikanlardan toj o'rib, boshiga kiygizishgan. Ayamasdan haqoratlab, yuziga tupurishgan. Lekin Iso qarshilik ko'rsatish o'rniga ularga sabr toqat qilgan. U bularning sodir bo'lishini oldindan bilardi va azob chekib o'lish uchun o'zini bu odamlarga ixtiyoriy ravishda topshirgan edi. Iso Masih barcha gunohlarimizni va jazoni o'ziga oldi va Xudo bu qurbonlik orqali bizlarni oqladi. O'n yettinchi rasm. Askarlar Isoni xochga mixlab bo'lishgach, u o'lguncha qoshni tikka turgizib qo'yishdi. O'sha davrlarda jinoyatchilar uchun bu eng dahshatli jazo sanalardi. Isoning ikki tomonida ikki qaroqchi xochga mixlangan edi. Lekin Iso Masih hech qanday yomonlik qilmagan holda insonlarning gunohi uchun xochga mixlangan edi. Biz o'z gunohlarimiz uchun o'limga munosibmiz. Biroq bizga atalgan jazoni Iso Masih o'ziga oldi. Chunki savob ishlar qilishga qanchalik uringan taqdirimizda ham biz baribir gunoh uchun beriladigan jazodan qochib qutula olmas edik. Iso begunoh va pok bo'lgani uchun Xudo bu qurbonlikni qabul qildi. O'n sakkizinchi rasm. Iso Masihning dushmanlari. Biz uni o'ldirdik va undan qutuldik deb o'yladilar.
lekin haqiqatda esa unday emas edi. Iso xoshda jon bergach, do'stlari uning tanasini olib qabrga qo'yishdi. Keyin qabr og'zini o'lkan tosh bilan yopib qo'yishdi. 2 kun o'tdi va 3-kuni Iso qayta tirildi. Ba'zi ayollar qabrga yaqinlashib, tosh qabr og'zidan surilganini va ichkarida Iso yo'qligini payqadilar. 2 farishta ularga Iso o'liklardan tirilganini aytdi. Nega barhayot bo'lganini o'liklar ichidan izlayapsiz? U bu yerda yo'q. U qayta tirildi, deyishdi farishtalar. Iso hozir ham tirik. U shayton va o'lim ustidan g'alaba qozondi. O'n 19-rasm. Iso tirilgandan so'ng aksariyat shogirdlari uni ko'rishgan, u bilan suhbatda bo'lishgan va birga ovqatlanishgan. Isoning shogirdlaridan biri bo'lgan Toma o'z ko'zlari bilan ko'rmaguncha uning tirilganiga ishonmagan. Toma shunday degan: uning qo'lidagi mixdan qolgan yaralarni ko'rmaguncha ishonmayman. Iso unga yaralarni ko'rsatgandan keyingina iymon keltirgan. Toma Isoning oyoqlariga yiqilib, "Mening Xudoyim va Rabbim" degan. Shunda Iso, "Sen ko'rganing uchun ishonding. Ko'rmay ishonganlar baxtlidir" deb aytgan. Yigirmanchi rasm. Iso Masih qayta tirilgandan so'ng ko'p odamlarga 40 kun mobaynida zohir bo'lib turdi. Ko'pchilik uni tirik holda ko'rishdi. Iso o'zining yerdagi xizmatini ado etib, ko'p mo'jizalar yaratib, samoviy otasining bag'riga qaytish oldidan shunday dedi: "Butun dunyo bo'ylab yuringlar va mening o'limim, qayta tirilishim, menga iymon keltirganni Xudo kechirishi va xalqimning gunohi kechirilishi uchun o'zimni qurbon qilganim haqidagi xushxabarni yoyinglar." So'ngra shogirdlar Isoning osmonga ko'tarilganini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Ularga 2 farishta ko'rinib dedilar: "Iso qanday osmonga ko'tarilgan bo'lsa, shunday qaytib keladi. Ungacha Iso Xudoning bag'rida bo'ladi. Unga iymon keltirganlarga va endi ishonadiganlarga u maskan hozirlamoqda. Nima haqida o'ylayapsiz? Isoga ishonasizmi? Unga ergashasizmi? Oxir zamonda barcha odamlar o'z gunohlariga javob berish uchun uning oldida hozir bo'ladilar. Siz bunga tayyormisiz?" Yigirma birinchi rasm. Nimaga Iso biz uchun qurbonlik bo'ldi? Xudoning adolati bo'yicha har bir gunohkor jazolanishga loyiq. Iso Masih gunohkorlarni jazodan ozod qildi va o'z o'limi orqali ularni Xudo bilan yarashtirdi. Iso umuman gunoh qilmagan. Lekin u bizni Xudodan ajratuvchi gunohni o'ziga olish uchun bizning o'rnimizga jazo oldi va o'ldi. 3-kun esa qayta tirildi. Iso Masih bizning o'rnimizga berilgan Xudoning qurbonlik qo'zisidir. Agar biz Iso Masihga iymon keltirsak, uning qoni bilan barcha gunohdan poklanamiz. Shunda biz toza va pok bo'lib, Xudo bilan birlashib unga yaqinlashamiz. Isoga ergashishning ma'nosi nima? Savolning javobi quyida. Yigirma ikkinchi rasm. Iso 2 yo'l haqida masal aytgan. Ko'p odamlar do'zaxga yetaklovchi keng bo'lgan gunohkorlar yo'lidan yurishyapti. Gunohkor tabiat avloddan avlodga, odam atodan barchamizga o'tib kelmoqda. Iso Xudoga olib boradigan tor yo'ldan yuringlar degan. Iso Masihga iymon keltirib, unga ergashgan kishi jannatdagi abadiy hayotga ega bo'ladi.
Bunday odam do'zaxga yetaklovchi keng yo'ldan ketib, jannatga boshlovchi tor yo'lga o'tadi. Tor yo'ldan yuradiganlarga Xudo jazo bermaydi. Agar siz Iso Masihga iymon keltirmoqchi bo'lsangiz, bunday deb so'rashingiz mumkin. Ey Xudo, men gunohkorman. Men sening oldingda o'z gunohlarim uchun tavba qilaman. Iso Masih gunohlarim uchun qurbon bo'lganiga va 3-kuni qayta tirilganiga ishonaman. Chin qalbimdan yolvorib so'rayman va sening yoningda bo'lishni istayman. Senga shon sharaflar bo'lsin. Amin. Rasm. Gunohlarini qoldirib, Isoni Rabbim deb bilgan barchani Xudo millatiga qaramay katta xursandchilik bilan qabul qiladi. Chunki ular iymoni orqali ruhan Xudoning farzandlari bo'ladilar. Iso bilan birlashgan Xudoning farzandlari yagona oilaga o'xshaydi. Iso shogirdlariga degan: Odamlar orangizdagi sevgini ko'rishsa, mening shogirdlarim ekaningizni bilishadi. Rasm. Bir kuni Xudo haqida ko'proq bilish va eshitish uchun Isoning oldiga bir farziy, ya'ni o'sha zamondagi dindor odam keldi. Uning ismi Nikodim edi. U dedi: Ustoz, sen Xudodan kelgan bir muallim ekaningni biz bilamiz. Chunki hech kim agar Xudo u bilan bo'lmasa, sen qilayotgan mo'jizalarni qila olmaydi. Iso unga javoban quyidagilarni aytdi: Agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi. O'zimizni o'zgartirish uchun bizda kuch yo'q, lekin Iso Masihga ergashsak, Xudoning muqaddas ruhi bizga yangi hayot beradi. Yangi inson bo'lish bilanoq biz Xudoning xalqiga aylanamiz. Rasm. Iso Masih samoga ko'tarilishdan avval shogirdlariga Xudoning muqaddas ruhini jo'natishga va'da bergan. Samoga ko'tarilganiga 10 kun bo'lganda, u bir joyga yig'ilgan barcha shogirdlarini va'dasi bo'yicha muqaddas ruhga to'ldirdi. Shu lahza ular muqaddas ruh kuchi bilan noma'lum tillarda Xudoni olqishlay ketishdi. Bu kuch shogirdlarga Xudoning mo'jizalari haqida boshqalarga aytishlari uchun berilgan edi. Muqaddas ruh Isoga ishonganlarning qalbida bo'lib, ularni haqiqat yo'liga boshlaydi. Rasm. Isoga ishonmagan har bir kishi zulmatda yurgan odamga o'xshaydi. Chunki uning yo'lini yoritish uchun yorug'lik yo'q. Agar biz Isoga ishonsak, quyosh nuri ostida to'g'ri va tekis yo'ldan ketayotgan insonga o'xshaymiz. Iso shunday degan: Men dunyoning nuriman. Menga ergashgan kishi zulmatda yurmaydi. Isoga iymon keltiruvchilarga Xudo o'zining muqaddas ruhini beradi. Muqaddas ruh esa iymonlilarga dalda berib, ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Rasm. Isoga ishongan har bir kishi nafaqat yangi inson bo'ladi, balki Xudoni sevgani uchun uning kalomiga itoat qiladi. Xudo gunohlarni kechirgani uchun Xudoga minnatdorchilik bildiradi. Isoning izdoshlari hech kimga zarar yetkazmasliklari, buzuq hayotga kirmasliklari, o'g'rilik qilmasliklari, but yoki uning tasvirlariga sajda qilmasliklari, o'liklarning ruhini chaqirmasliklari va ularga tapinmasliklari shart. Isoga ergashganlarga Xudo muqaddas ruh orqali yomon odat va ishlarni tashlab, ezgu ishlar qilishga kuch beradi. Qaysidir iymonli gunoh qilib qo'ysa, u gunohini tan olishi
va Xudodan kechirim so'rashi kerak. Shunda Isoning qoni uning gunohlarini yuvadi. Yigirma sakkizinchi rasm. Endi imonlilar oilasiga bir nazar tashlasak. Er o'z xotinini sevadi. Xotin o'z erini hurmat qiladi. Ular hamisha bir-biriga madad va dalda beradi. Xudo kalomini sevib, unga bo'ysunishni bir-biriga o'rgatadi. Isoga ishonganlar ruhning birligini saqlab, Xudoga yaqinlik bilan xizmat qilishlari lozim. Bu esa atrofdagi odamlar ularning sevgisini ko'rib, Xudoning ismini sharaflashlari va uni ulug'lashlari uchun zamin yaratadi. Yigirma to'qqizinchi rasm. Iso shogirdlariga faqat o'z do'stlaringiznigina emas, balki dushmanlaringizni ham sevinglar, deb buyurgan. Iso boshqa bir shaharga yo'l olgan odam haqida hikoya aytib bergan. Qaroqchilar uning yo'lini to'sib kaltaklab, kiyimlarini yechib olishibdi va chalajon holda tashlab ketishibdi. Boshqa odamlar o'zini ko'rmaganga olib o'tib ketishibdi. Lekin millati boshqa bo'lgan bir odam yonidan o'tayotib, unga rahmi kelibdi. Yaralarini bog'lab eshagiga o'tkazibdi-da, musofirxonaga joylashtiribdi va g'amxo'rlik qilibdi. Iso bizni ham rahmdil va boshqalarga hamdard bo'lishimiz kerakligini aytgan. O'ttizinchi rasm. Isoga ishonuvchilar go'yoki yovuz ruhlardan asraydigan tumor yoki mo'nchoqlarga muhtoj emas. Chunki Iso o'z kuch-qudrati bilan ularni himoya etadi. Xudoning qo'li ostida ekanmiz, qandaydir jonsiz narsalarga emas, balki uning o'ziga umid bog'lashimiz zarur. Biz o'z-o'zimiz uchun yaratgan qonun-qoidalardan voz kechishimiz kerak. Biz ulardan ozod bo'lishimiz kerak. Biz eski hayotimizdagi barcha yomon odatlarimizdan, yovuz ruhlardan va shaytonni ulug'lovchi hamma narsadan yuz o'girishimiz lozim. Iso shaytondan, yovuz ruhlardan, tumorlar va butlardan ko'ra kuchliroq. Shuning uchun shaytondan qo'rqmasligimiz kerak. Biz faqat Xudoning himoyasini so'rashimiz va unga umid qilishimiz lozim. O'ttiz birinchi rasm. Yovuz ruhga chalingan bir odam bor edi. Uning ichida shunchalik yovuz ruhlar ko'p ediki, uni kishan va zanjirlar bilan bog'lab tashlasa ham, u zanjirlarni uzib, kishanlarni sindirib yuborardi. Uni tiyish uchun hech kimning kuchi yetmas edi. Iso bu odamdan yovuz ruhlarni haydab chiqardi. Bu odamdan chiqib ket, deb buyurdi va nopok ruhlar uni tark etishdi. Bu odam yovuz ruhlardan xalos bo'lgach, uyiga bormay, barcha do'stlariga Isoning kuch-qudrati haqida gapirib berdi. Iso Masihga butun shayton saltanati, barcha yovuz ruhlar bo'ysunadi. Agar sizni yovuz ruh qiynasa, alg'ov-dalg'ov tushlar ko'rsangiz, Isoga ishonuvchilarga ayting. Ular buyuk Xudodan sizni bundan ozod etish uchun so'rashadi. Ular Iso nomi bilan nopok ruhlarni haydashlari mumkin. Masalan, ey nopok ruh, Iso Masih nomi bilan senga buyuraman, undan uzoqlash. Iso o'ziga iymon keltirganlarga shunday degan: Men doim sizlar bilanman. U o'z qudrati bilan bizni asraydi. Shuning uchun shayton bizga zarar yetkaza olmaydi. O'ttiz ikkinchi rasm. Isoga ergashmasligimiz uchun shayton bor kuchini ishga soladi. Shayton bizni Xudodan ajratish uchun bu dunyoga, ichkilikka, giyohvandlikka bog'lanib qolishimizni, axloqsiz hayot kechirishimizni, hasadgo'y, dimog'dor va o'g'ri bo'lishimizni, xurofatlarga ishonishimizni hamda qasaskor bo'lishimizni xohlaydi. Shayton bizni bu yomon ishlarga berilib, buzilishimizni istaydi. Chunki u zararkuranda va yolg'onchi.
Isoga ishonganlar shaytonga qarshi tura oladilar. O'ttiz uchinchi rasm. Bir otaning ikki o'g'li bor ekan. Aka-ukalardan biri otasidan merosning o'ziga tegishli qismini bo'lib berishini so'rabdi. O'g'il bor mol-mulkini sotib boshqa mamlakatga ravona bo'libdi. U oxirgi tiyini qolguncha kayfi safo qilib yashabdi. Puli tugagach, u och nahor qolib ketibdi. O'ziga kelgach, u debdi: "Otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarning noni oshib-toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'lyapman. Endi otamning oldiga boray va unga: Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qilsangiz bas, deyman." U otasining oldiga ravona bo'libdi. U hali uzoqda kelayotganligidan otasi o'g'lini ko'rib ko'ngli bo'shab ketibdi. Yugurgancha borib o'g'lining bo'ynidan quchib, yuz-ko'zlarini o'pibdi. O'g'li unga: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz atalishga loyiq emasman", debdi. Ota xizmatkorlariga shunday buyuribdi: "Tez bo'ling, eng nafis to'n keltirib yelkasiga yoping, qo'liga uzuk taqing, oyoqlariga choriq kiygizinglar. Bo'rdoqini olib chiqib so'yinglar. Yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki mening bu o'g'lim o'lgan edi, tirildi, yo'qolgan edi, topildi." Shunday qilib xursandchilik qila boshlabdilar. Otaning o'g'ilga bo'lgan sevgisidan Xudoning bizga bo'lgan sevgisi ming chandon kuchliroq. Biz gunohkor bo'lsak ham Isoning to'kkan qoni orqali Xudo bizni kechiradi va o'ziga yaqinlashish yo'lini ochib beradi. O'ttiz to'rtinchi rasm. Agar Isoga ishonuvchilar kasal bo'lib qolishsa, ular nima qilishlari kerak? Ular Isodan sog'lik so'rashlari va uning rahm shafqati va hamdardligiga ishonishlari lozim. Xudo bizni sevgani uchun bizga g'amxo'rlik qiladi. U bizni yovuzlikdan asrab, qalbimizga xotirjamlik beradi. Isoga ishonuvchi kishi Xudodan biror narsa so'rasa, Xudo albatta javob beradi, chunki u Xudoning ijodidir. O'ttiz beshinchi rasm. Qachondir barchamiz dunyodan ko'z yumamiz. Lekin keyin bizni nima kutyapti? Bu haqda Injilda shunday yozilgan: Agar Isoga ishongan odam o'lsa, uning ruhi Xudo bilan bo'lish uchun jannatga ketadi. Shuning uchun Isoga ishonuvchilar qiyin damlarda ham umidsizlikka tushmasliklari kerak. Biz o'limdan sira ham qo'rqmasligimiz lozim. Chunki do'zaxga emas, balki jannatga tushishimizni aniq bilamiz. Isoga ishonmagan odamlarda hech qanday umid yo'q. Ularning gunohi Isoning qurbonlik qoni bilan yuvilmasa, o'limdan keyin ular do'zaxda jazolanadilar. Siz bu dunyoni tark etgandan keyin qayerda bo'lishni xohlaysiz? Agar Xudo bilan bo'lay desangiz, Isoga iymon keltiring. O'ttiz oltinchi rasm. Tanamizdagi har bir a'zoning o'z vazifasi bor. Ko'z ko'rish uchun, quloq eshitish uchun, og'iz gapirish va yeyish uchun yaratilgan. Tanamizning barcha a'zolari birga xizmat qiladi. Agar tanamizning biror a'zosi og'risa, butun tana azob chekadi. Isoga ishonganlar bir tana a'zolariga o'xshashini Xudo aytgan. Iso Masih bu tananing boshidir. Xudo bizni qanday yaratganiga qarab, biz u bergan in'omlarga egamiz. Masalan, boshchilik qilish, xayrli ish qilish, xushxabar aytish.
37 rasm. Odatda Xudoga tapinish uchun barcha imonlilar bir joyga to'planishlari kerak. U yerda Xudoning kalomini o'rganishadi va Xudoni olqishlovchi qo'shiqlar aytishadi. Xudoga bir-birlari uchun shafoat qilishadi. Yana imonlilar o'z daromadlarining 10dan 1 qismini Xudoga ajratishadi. Isoni xotirlash uchun Xudo bizga bir marosim bergan. Bunda barcha imonlilar yakdillik bilan bir joyga to'planishadi. Non sindirishadi va uzum sharbatidan ichishadi. Non biz uchun qurbon bo'lgan Isoning tanasidir. Uzum sharbati esa biz uchun to'kilgan Masihning toza qonidir. O'ttiz sakkizinchi rasm. Oxir zamonda Iso bergan va'dasiga muvofiq hukm qilish uchun osmondan tushib keladi. U kelganda unga iymon keltirib hayotdan ko'z yumganlar tirilib ketishadi va Iso bilan birga samoga, ya'ni jannatga ko'tarilib ketishadi. O'shanda barcha Isoni sevuvchilar u bilan abadiy birga bo'lishadi. Isoga iymon keltirmaganlar o'z gunohlari uchun Xudodan jazo oladilar. Isoning qachon kelishi bizga qorong'u bo'lsa-da, uni kutib olishga doim tayyor turishimiz kerak. Agar Iso bugun qaytib keladigan bo'lsa, siz uni qarshi olishga tayyormisiz? O'ylab ko'ring. O'ttiz to'qqizinchi rasm. Har bir mevali daraxt meva bergani singari imonlilar ham ruhiy hosil keltirishlari kerak. Iso shunday degan: Men tok, sizlar novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Imonlilarda bo'lgan muqaddas ruh ularga muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, iymon, ishonch va vazminlik ato etadi. Bu in'omlar muqaddas ruhning samaralari deb ataladi. Isoga ishonuvchilar qanchalik ko'p hosil keltirsalar, ular samoviy otamizga shunchalik ko'p ulug'vorlik olib kelishadi. Qirqinchi rasm. Iso o'ziga ishonganlarga butun dunyo bo'ylab yurib, gunohlarning kechirilishi haqidagi xushxabarni aytishni buyurgan. Kelinglar, Isoning amriga itoat qilib, boshqalarga u haqida gapirib beramiz. Muqaddas ruh Isoning nima uchun kelganini tushunishimizga yordam beradi va xushxabarni jasorat bilan yetkazishimizga kuch beradi. Eshitganlaringizni boshqalarga tushuntirib bersangiz, bu Xudoga manzur bo'ladi. Bu kasetani tinglagan va bu haqiqatni tushungan barchangizni Xudo marhamatlasin. Xudo sizlarning zehningizni ochib yuborsin. Sizlar bilan birga bo'lsin va sizlarni saodatli qilsin. Iso Masih nomi bilan. Amin.